Xitoy chiroy tonish texnikasi keng ko'lamda ishlatildi. Bu texnikaning hozir chet ellik jurnalistlar va o'quvchilarni iz qo'g'lashga ishlatilganligi o'tirib qo'yildi. Xitoyning Xanan o'lkasidagi yerlik doiralar chiroy tonish texnikasi yumshoq detalni zakaz qilgan bo'lib, bu detal chet ellik jurnalistlar, o'quvchilar va ko'chman ayollarni farqlantira oladi ekan, hamda ularning shaxsiy rasmlarini arxivlashtira oladi ekan. Germaniya Tashqi ishlar ministri Heiko Maas Ukrainaga qarata har qanday bir tajovuzchilik yuz berganda Rossiya ig'ir bedel to'lashi kerak dedi. Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti va Amerika hukumati bu haqda ogohlantirib, agar Rossiya Ukrainaga qarshi kuch ishlasa, ig'ir oqibat kelib chiqadi va bedel to'laydi dedi. Azerbaycan Davlat chegara mulozimat idorasining boshlig'i general Elchin Guliyev ko'pincha yuqori martabalik 14 askar qazo qilgan tik uchar tushib ketish voqeasi to'g'risida muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Guliyev Xezi rayonida yuz bergan harbiy tik uchar tushib ketish voqeasida hech qanday tashqi omil yo'q dedi. Donald Trumpning kuyovli Jared Kushnerning Saudiya Arabistonining qo'llovchisi ekanligi va uning yangi qurilgan shirkat uchun bu davlatdan millionlagan dollar mablag' olganligi o'tirib qo'yildi. Qishliq Olimpik tanharkat musobaqasi o'tkazilgan Beyjingda tabiiy qorning kamchiligi talash tortish qilinayotgan bir paytda Xitoy virusi Omikron variantining Olimpikga bo'lgan ta'siri Xitoyni andishaga soldi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhou Lijian Omikron variantining oldini olish va kontrol qilish jihatda ba'zi qiyinchiliklarni elib kelganligini, hozircha o'yinlarning belgilangan vaqtda o'tkazilganligini bayon qildi. Nissan motori kelgusi 5 yilda to'liq mashina va batareya ishlab chiqarishga 2 trillion yen, ya'ni 16 milliard dollar mablag' soladi. Yaponiya avtomobil shirkati Nissan e'lon qilgan uzun muddatli ko'rish bayonotiga asoslanganda, bu shirkat mashina tipidagi elektr motorlarining sotilish nisbatini oshirishni maqsad qilgan. Tadqiqotchi Adrian Zenz 29 noyabr oshkorlagan eng yangi hujjatlarda Xi Jinping qatorliq Xitoy rahbarlarining Uyg'urlarni sistemalik bostirish, yig'ilish lagerlari va majburiy emgak qatorliqlarga bevosita chetishlik ekanligini o'tirib qo'ygan. E'tiborlanishicha, bu material bu yil sentabrda Londondagi Uyg'ur sud kollegiyasiga topshirib berilgan. Uningdagi qisman mazmunlar burun oshkorlangan bo'lsa-mu, lekin bu qatam Xitoy rahbarlariga munosabatlik texnik ko'p tafsilotlar o'tirg'i chiqarilgan. Bu hujjatda bir qancha betda mutlaq maxfiy degan so'z bor bo'lib, mazmuni Xitoyning yuqori darajalik rahbarlarining 2014-yildan buyongi Sharqiy Turkistonga munosabatlik bir qancha bayonotini o'z ichiga oladi.